Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlar bilan eFootball'da PES'da akkauntimizni baholaymiz. Hoziroq o'tirib olinglar va like bosishni unutmanglar, obuna bo'lishni ham. Va biz boshladik. Hozirda akkauntimni baholaysizlar, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Akkauntim 10 dan necha? Va boshladik. Barchada bizda Cristian kutib turadi 96. Bu yerda esa 101 bo'lib kutib turadi. Himoyamda esa Dean Howson. O'sha free berilgan kartalardan biri bo'ladi 97. Bu yerda esa 103. Narigi himoyamda esa Dean Howson, yonida esa Tony Adams. Bu eng zo'r himoyamdan biri. O'ng tomonga qarasak, Cafu 102, ya'ni 97. Bu esa eng tez o'yinchilardan biri. Endi chap qanotga qarasak, bu yerda bizda Robert Pires. O'rtaga o'tsak, Rodri. Zaxiramni ham tushuntiraman. Bu yerda esa Hidetoshi Nakata. Bu o'zi tushib qolgan pakdan. Bu yerda bizani Messi kutib turadi. Messi, Lionel Messi. O'sha free berilgan karta. Bu ham Yamalinho. Bu ham free berilgan karta. David Villa. Bu esa tushib qolgan 98. Ronaldinho Gaucho. Bu ham tushib qolgan eng zo'r vingerlarimdan biri va hozircha yaxshi o'ynamoqda. Zaxiradan oldin esa murabbiyim tanishtirmoqchi. Murabbiyim ikkita boosterli Johan Cruyff va klubim esa Internazionale Milano. Va endi zaxiraga o'tsak. Zaxiramda birinchi Andrey Shevchenko, Erling Haaland, diktator Mbappe, Gareth Bale, Beckham. Bu esa Danielson, Serginho, Raul, Hazard, Vinicius Junior, Musiala, Neymar. Shu meni eFootball akkauntim bo'ladi. Bu yerda esa ya'ni kerakmas o'yinchilar bo'ladi. Bu yerda esa har xil o'yinchilarim bor. Bu bilasizlar tushmaydi. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, shu joyda tugatamiz. Bugungi videoda biz akkauntimizni obzor qildik. Agar siz 10 ta like yozsangiz, keyingi videoda biz shu sostav bilan qaysi bir odam bilan o'ynab ko'ramiz. Hoziroq like bosib obuna bo'ling. Hammaga rahmat.